Endi Rossiyaga kelmoqchi bo'lganlar uchun QR kod talab etiladi. Bu nima degani? QR kod qanday olinadi? Gosuslugadan qanday ro'yxatdan o'tiladi? Bu haqda albatta bilishingiz shart va videoni oxirigacha ko'rsanglar, bu videoda qanday qilib gosuslugadan ro'yxatdan o'tish kerakligini va qanday QR kodni olish kerakligini, QR kod kimlarga beriladi, kimlar olish mumkin, kimlarga berilmaydi QR kod. Mana shu haqda bugungi videoda to'liq gaplashamiz. Albatta, mana shu video manfaatli bo'lishi uchun videoni maksimal darajada Rossiyaga yaqin orada shu 30-iyungacha keladigan aka opa singillarimizga shu videoni jo'natib qo'yinglar, zora manfaatli bo'lsa. Chunki juda ko'pchilik so'radi, Zuhriddin goslogadan qanday ro'yxatdan o'tiladi? QR kodni qanday qilib olamiz? Bu haqda to'liq ma'lumot chiqaring deganlar uchun mana bu videoni tayyorladik. Inshaalloh videomiz sizlarga hamma uchun manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Demak, videoni oxirigacha ko'ramiz va qanday qilib QR kod olish kerak, qanday qilib goslogadan ro'yxatdan o'tish kerakligini mana shu videoda to'liq tushunib olasizlar. Shu 30-iyundan boshlab Rossiya hududiga vizasiz davlatlardan kelgan chet el fuqarolari maxsus ilova RUID orqali ro'yxatdan o'tib, QR kod olib, keyingina kelishi talabi kiritilgan. Bugungi kunda mengacha ushbu ilova hech qayerda yuklangani yo'q. Berilib turgan ma'lumotlarga qaraganda ushbu ilova 30-iyunga yaqin paydo bo'ladi. Lekin hozirda shu ilovadan qanday ro'yxatdan o'tish haqida instruksiya bor. Shu haqida sizlarga batafsil tushuntirishga harakat qilamiz. Endilikda yangi qoidalarga binoan 30-iyundan boshlab Rossiya territoriyasiga kelmoqchi bo'lsangiz, 72 soat oldin siz RUID ilovasiga kirib, ro'yxatdan o'tib, buning uchun sizda Gosusluga akkauntingiz bo'lishi kerak. Agarda sizda Gosusluga akkaunt bo'lmasa, birinchi navbatda Gosuslugidan ro'yxatdan o'ting. Agarda siz Rossiya territoriyasidan tashqarida bo'lib, sizda Gosuslugi bo'lmasa, maxsus sizlar uchun videorolik tayyorladik, qanday qilib Gosuslugidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha. Xo'p, Goslugida ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, siz RUID ilovasini yuklab olasiz. Bu yerda shu Gosluga akkauntingiz orqali kirasiz RUID ilovasiga. Bu arizada shu Goslugida ko'rsatilgan pasportingiz, zagran pasportingizni ko'rsatasiz. Ushbu RUID ilovasida albatta zagran pasportingizni ko'rsatishingiz kerak, chunki ushbu hujjat bilan siz Rossiya territoriyasiga kirib kelasiz. Bundan tashqari siz arizada Rossiya territoriyasiga qaysi maqsad bilan kelyapti turganingiz, masalan, ishlash, частный, gosti albatta ko'rsatishingiz kerak. Qancha muddatga kelyapsiz? Qaysi hududga kelyapsiz? Ushbu ma'lumotlarni kiritishingiz kerak. Va bundan tashqari siz biometriyani ham ushbu ilovadan o'tkazishingiz kerak. Biometriya bu sizni ovozingiz, yuz rasmingiz va pasportingizni ham rasmi. Ushbu ma'lumotlarni kiritganingizdan keyin arizani yuborasiz va Rossiyaning ichki ishlar tomonidan sizning arizangiz o'rganib chiqiladi. Agarda sizga nisbatan Rossiya territoriyasiga kirishga zapret bo'lsa, sizga QR kod berilmaydi. Agar sizda hech qanday muammo bo'lmasa, sizga QR kod keladi va ushbu QR kodni chegaradan o'tib turganingizda pasportingizga qo'shib ko'rsatishingiz kerak. Ushbu ilovadan kim ro'yxatdan o'tish majbur emas. 6 yoshgacha bo'lgan farzandlaringiz, 6 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan farzandlaringizni arizasini siz o'zingiz to'ldirgan arizada shu farzandlaringizni kiritib ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Ular alohida o'zlari to'ldirishlari shart emas. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana biz granitsiyaga borib kelyapmiz. Borib kelyapsiz. Qanday borib kelyapsizlar? Zo'r. Voditelь zo'r. Hammasi Yaxshi. borib kelyapmiz, hammasi joyida. Mana hurmatli do'stlar, ko'rib turibsizlar, hamma o'zbek, tojik, qirg'iz akalarimiz granitsaga biz orqali chiqib kelishyapti. Kimga ishonchli mana shunday komfort mashinalarda granitsa xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu endi Ro'ziboy akamizga bemalol ekrandagi nomerlarga Zuhriddin Musofir kanalidan desanglar, albatta sizlarga skitka bilan inshaalloh komfort mashinalarda olib borib kelishadi. Eng muhimi tanlovda adashmanglar.